Hofizoi Qur'on. Sizlarga aytayotganim shuki, endi sizlar jamiyaga taqdim bo'lasizlar. Sohibi madrasa bo'lasizlar, sohibi dorinifoz bo'lasizlar, minbar va masojidlarga ega sizlar bo'lasizlar. Birinchi qilayotgan ishlaring ummatni vahdatga ittifoq bo'lib bir qo'l bo'lishlikka zarurati bor. Bunga talosh qiling. Bo'lmasinki, valloh men hofizi Qur'onman, sen maktabisan. Valloh menga saqalim bor, men qobila hurmatman, sen hech narsa emassan. Valloh men Qur'onda hifz qilganman, senki kalimangni bilmaysan. Na, bu kalimat bilan qavmni o'rtasiga, jamiyani o'rtasiga ixtilofga sabab bo'la ko'rmang. Hazrati Musa alayhisolatu vassalom Ko'hiturga ketadilar, Tavrot muqaddasni olib kelgani joylariga Bani Isroil mardumiga Janobi Harun alayhisalom inoqalarini tashlab ketadi. Toki o'zlari qaytib kelguncha Bani Isroil mardumi go'solafaras bo'ladi. Ya'ni Xudodan qaytib o'jakni o'zlariga xudo tutadi. Kelgan billasiga yaqqalaridan ushlaydi, inoqalarini saqqollaridan ushlab kashallaydi. Nima uchun qo'yding mardumni mushrik bo'lgani? Nima uchun qo'yding mardumni bedin bo'lgani? Janobi Harun alayhisalom bir gap aytadi. Aytadilarki, "Khashitu an taqula lima farraqta bayna bani Isroil." Ey akam, ey inog'am, men bu narsadan qo'rqdimki, yerda kelsangiz aytsangizki, Bani Isroil mardumiga nima uchun ixtilof bo'lgani qo'yding? Nima uchun ixtilofga sabab bo'lding mardumi Bani Isroil o'rtasiga? Shu asosdan mushrik va bedin yahud bilariga rozi bo'ldim va la ittifoq va vahdat qavmi Bani Isroilda hanuzam aslanman ilogajon saqqalimdan ham ushlamang, mardumning ichiga obro'yingni ham to'kmaydi. Aziz hofiz ukalarim, jamiyaga taqdim bo'layotgan kichkina nihollarimiz, sizlarga aytayotgan gapim shuki, qavmni ittifoq va vahdatini hasraylar. Har tarafdan mana bo'lsa, har shakl mana bo'lsa